Hozir 45 soniyada ozishni bitta sirini sizlarga aytib o'taman. Ovqatlanib bo'lib, agar bu odatni qilsangiz, hech qachon ozishni xayringizga ham keltirmang. Birinchi xatoyimiz ovqat yeb bo'lganimizdan keyin choy ichish. Aynan shu xatoni siz hech qachon takrorlamang. Chunki issiq choy tarkibida tanin moddasi ko'p bo'lgani uchun ovqatni parchalanishini sekinlashtiradi va oshqozon hajmini kengaytiradi. Ikkinchisi, ovqatlanib bo'lgandan keyin tezda shirinlik yoki mevalarni iste'mol qilish. Aynan bu xatoyingiz sizda bo'lsa, ozishni hech qachon xayringizga keltirmang. Ovqat yeb bo'lgandan keyin oshqozon ovqatni ichakka o'tkazgungacha kamida yarim soat 40 daqiqa kerak. Agar siz shirinlik yoki meva yemoqchi bo'lsangiz, albatta yarim soat 40 daqiqa kutishingiz kerak. Shundagina siz shirinliklarning zararini kamaytirasiz. Uchinchisi, ovqatlanib tezda yotib olmaslik kerak. Bu paytda oshqozon ovqatni hazmga tayyorlayotgan bo'lsa, agar siz harakatsiz bo'lsangiz, bu degani bizda metabolizm sekinlashadi, ovqatimiz hazm jarayoni ham anchayin uzoq bo'ladi. Va oxirgisi, ovqatlanib bo'lib suv ichish, ayniqsa sovuq bo'lsa, aynan bu narsa oshqozonda hazmda ishtirok etadigan fermentlarni parchalanib yuborish va oshqozon hajmini kengaytirishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun detoks sifatida maslahatim, ovqatlanib bo'lgandan keyin iloji boricha turib harakat qilish va hech qanday suyuqlik yoki meva sabzavotlarni iste'mol qilmaslik kerak. Shunchaki kutib harakatda bo'ling.